3 xonali kvartirani puliga shunaqa 4 qavatli townhouse'larimizni olsanglar bo'lmaydimi? Yetmagan qismini muddatli to'lovga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan, Mirzo Ulug'bek tumani, atrofida park, masjid, barcha qulayliklari bor. Umumiy hisobda bu townhouse'larimizni soni 93 ta bo'lib, hozirgi kunga kelib uje 35-40 tasi sotilib bo'ldi. Xonadonlarimiz yopiq hududda joylashgan bo'lib, har bitta uyimizning o'zini shaxsiy liftlari va 2 ta avtomobil uchun parkovkalari bo'ladi. Xonalarning soni 4 ta. Umumiy hisobda maydoni 178 kvadrat bo'lib, har bitta qavatini o'zini sanuzellari ham bor. 4-qavati bo'lsa, katta terrasa bo'ladi. Zo'r tarafi bor, o'zini barbekyu zonalari, fitness klublari, qo'shimchasiga do'konlari ham bo'lar ekan. Xonadonlarimiz shu yilning sentyabr oyiga fasad qismi 100% bitkazilib topshiriladi. Dokumentlarda umuman muammo yo'q. Kommunikatsiyalari hammasi joyida. Naqdga 80 ming dollar so'rashyapti, muddatli to'lovga bo'lsa 85 ming dollar so'rashyapti. Xonadon egalari bilan yana gaplashib, to'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Shoshilinglar. Soni kam qoldi.